Annulyot qilingan patent uchun to'langan pullarni qaytarib olish mumkinmi? Ko'pchilik patent bekor qilingani haqida kech xabar topadi. Agar siz ham patentingiz annulyot bo'lganligini bilmay, to'lovlarni davom ettirgan bo'lsangiz, bu video aynan siz uchun. Patent biror sababga ko'ra bekor qilingan bo'lsa, ya'ni annulyot qilingan bo'lsa, bekor qilingan sanadan keyingi qilingan to'lovlaringizni to'liq qaytarib olishingiz mumkin. Buning uchun nima qilish kerak? Avvalo, patent aynan qachon bekor qilinganligini tasdiqlash uchun MVDdan rasmiy ma'lumot olishingiz shart. MVDga murojaat yuborib, yozma javob kutasiz. Javobni olib va barcha to'lov cheklarini olib, налог idorasiga borasiz. Ortiqcha to'langan mablag'larni qaytarish haqida ariza topshirasiz. Shundan so'ng 10 kun ichida arizangiz ko'rib chiqiladi va pullaringiz kartangizga qaytariladi. Agar MVDga ariza yozishga yordam kerak bo'lsa, ekrandagi raqam Telegramdan bizga murojaat qiling. Bu videoni patenti annulyot bo'lganlarga yuborib qo'ying va kanalimizga obuna bo'ling.